Assalomu alaykum, hurmatli YouTube kuzatuvchilari, sog'misizlar, salomatmisizlar? Navbatdagi ishlarimizni tayyorladik. Bugungi obzorimiz ishxonamizdan tayyorlaganmiz. Bu yerda tayyor bo'lgan eshik romlarni ko'rsatib o'tamiz. Hurmatli kuzatuvchilar, videomizni ko'rishdan oldin bittadan like bosib o'rasizlar. Xudo xolasa mana bu yerda G306 antrazitdan, ya'ni muhriy rangdan eshik romlarimiz tayyor bo'lgan. Romlarimiz razmeri nostandart, eni 1 metr, bo'yi 120 cm bo'lgan. Narxlariga keladigan bo'lsak, oynasi 1 qavat 1.50 ming so'mdan tayyorlab berganmiz. O'rnatish, dastavka hamma yo'q ichida. Eshigimiz bo'lgan, bu yerda mana 80 ga 2 metr. Bunimiz ham oynasi 1 qavat, osha-moshalari 3 tadan, qo'llik kalitlari originalidan 1.200 ming so'mdan tayyorlab berganmiz. Bu yoqda mana oq alyumindan eshik romlar tayyor bo'lgan. Bu eshigimizning razmeri 80 ga 220 bo'lgan, taglari alikafon bo'lgan, osha-mosha ruchkalari originallaridan bo'lgan, oynasi 1 qavat 1.200 ming so'mdan tayyorladik. Bu yerda romimiz bor. Romimiz ham 1.40 ga 1.60 razmer, 1.200 ming so'm 1 qavat oyna bo'lgan. Bu yoqlarimizda mana Zolotoy dub alyumindan eshik romlarimiz tayyor bo'lgan. 8 ta eshik, 8 ta rom. Eshiklarimiz razmeri 1.20 ga 240 bo'lgan. Xo'p, 2 qanotli eshik. Eshiklarimiz osha-moshalari 3 tadan qo'yilgan. Zamoklari ham original baquvvatidan bo'lgan. Ko'rishingiz mumkin mana. Qo'llik kalit hamma yo'g'i. Tagiga alikafonni endi solamiz. Bunimizning narxi 2.400 ming so'mga, oynasi 2 qavat bo'lgan. Oynasi 1 qavat bo'ladigan bo'lsa 2.100 ming so'm bo'ladi. Xo'p, bu yerda rom tayyorlaganmiz. Romimiz ham oynasi 2 qavat. Razmeri 1.40 ga 1.60 bo'ldi. O'rtadan bitta ochilish. Oynasi 2 qavat 1.600 ming so'mga o'rnatib berish hamma yo'q ichida bo'lgan. Hurmatli kuzatuvchilar, kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa aloqaga chiqasizlar. Bizning nomerlarimiz 90 kodi bilan 170 82 52. Hop, Telegram, WhatsApplarimiz ishlayapti. Bizning manzil Andijon viloyati, Buloqboshi tumani. Hop, kanalda yangilar podpiska bosib qo'yasizlar. Keyingi videolarimiz ham xudo xolasa yetib borib turadi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.